Hammaga assalomu alaykum. Bu videoda biz Ctrl Z klaviatura tugmasini ko'rib chiqamiz. Windows operatsiya sistemamizda klaviatura bilan ishlash. Xo'sh, tasavvur qilamiz, bizda fayllarimiz bor. Bizda ikkita papkamiz bor va bitta faylimiz bor. Tasavvur qilinglar, bizga kerakli fayllarda, biz kerakli fayl va to есть muhim fayllar. Tasavvur qiling, adashib turib men o'chirib tashladim. Voy, adashib turib mana o'chib ketib qoldi fayllarimiz. Ba'zida shunaqa bo'lib qoladi endi klaviaturaga qo'limiz tegib yo bir narsa baxtsiz hodisa bo'lib, shunaqa bo'lib qolishi mumkin va biz bu narsani orqaga qaytarishimiz kerak срочно. Chunki bu judayam zarur fayl. Masalan, shunaqa narsa bo'lib qoldi. Bu narsani qilish uchun biz hozir korzinkaga kirishimiz kerak va bir bollarda o'sha mingta musorni ichidan o'sha o'chib ketgan 3 ta faylimizni qaytarishimiz kerak. Buni oddiyroq varianti bor. Buni oddiyroq varianti qanday desangiz, Ctrl Z tugmasi bilan orqaga qaytarsak bo'ladi. To есть Ctrl Z ni vazifasi biron bir ishni, amalni ortga qaytarish. Любой amalni, xato yoki muvaffaqiyatli a, harakatni orqaga qaytaradi. Masalan, Ctrl Z ni hozir tugmasini bossam, orqaga qaytdi. Mana 3 ta faylimiz o'sha orqaga qaytib ketdi. Orqaga qaytib keldi, то есть. Bu narsa любой amalni orqaga qaytaradi. Masalan, qanaqadir kopiya qilasiz. Masalan, kopiya qilib bu yerga hozir vставить qilmaydi. Masalan, buni o'chirib tashlaymiz. Bu yerga Ctrl V qilaman. Agar men buni orqaga vставить qilmoqchi bo'lmasam, Ctrl Z ni bossam, avtomatik orqaga qaytib ketadi. Ko'ryapsizlar? Chunki bu xato deb hisoblaydi-da. To есть xato emas, любой amalni orqaga bitta qaytaradi, bo'ldi. Va Ctrl Z ni o'rtog'i bor. To есть bir-biriga yondosh anavisi bor. Vazifani bajaradigan narsa bor. Ctrl Y bilan bossak. Ctrl Y nima qiladi? Ctrl Z orqaga qaytarsa, Ctrl Y ni bossangiz, Ctrl Z ni chopib yuboradi. To есть Ctrl Z nimani qilgan bo'lsa, o'shani yana ortga qaytaradi. Va Ctrl Y ni bossam, boyaga ortga qaytargan amalimni reskani qaytarib qo'ydi. To есть Ctrl Z ortga qaytaradi, Ctrl Y oldinga suradi. To есть Ctrl Z ni qilgan bo'lsangiz, Ctrl Y ni bossangiz, yana o'sha joyga qaytib qoladi. Masalan, faylni o'chirib tashlaymiz. O'chib ketdi. Bu xato bo'lib qoldi. Ctrl Z ni bosib qaytaraman. Ctrl Y ni bosib turib, yana ortga o'chirib tashlash narsani bosaman. Chunki men undan oldin o'chirib tashlash amalini qilgan edim. To есть Ctrl Y, Ctrl Z ni kesadi, xolos. Bu narsalarni xohlagan narsangiz bilan qilsangiz bo'ladi va tekstlar va yoki boshqa narsalar bilan ham. Masalan, buni ham o'chirib tashlaysiz, Ctrl Z ni bossangiz qaytib keladi. Va Ctrl Y ni bossangiz yana o'chib ketadi. Chunki biz undan oldin o'chirish tugmasini bosgan edik. Shunaqa video. Hammaga rahmat. Bugun biz Ctrl Z va Ctrl Y ni vazifasini ko'rib chiqdik.